Bugun kecha biz shuni sezib qoldik. Bodringlarimizda virus sezildi. Mana shu virus bilan pastki barglari toza, lekin tepa barglarida virus bor. Bilgan zahotimiz sirazi virus tushganlarini kecha yulib qo'ydim. Buni o'zi aslida olib chiqib tashlash kerak edi. Kecha vaqtim bo'lmaganligi sababli yulib tashladim bularni. Imini mana shu yerda virus har safar tushadi. Bunga sabab nima bilmayman, mana shu yerda tushadi. Bunga qarshi sirazi virus sepdik. Mana bunda ham virus bor, mana baklarida sezilib turibdi. Virus tepa baklar sog'lom bo'lib qolgan. Kechagi sepganimiz zo'r ta'sir qildi. Hozircha tarqamasligini oldini olishmadi. Buni tarqalishining asosiy sabablaridan bittasi bu shu shira, shunga qo'shib oq qanot, mana shunaqa narsalar buni chaqib boshqa bodringga qo'nganda tarqalishi juda ham ko'p bo'ladi. Buni tarqalishining asosiy sabablari shu. Tez bularga nima sepib turish kerak, tagidan shiraga qarshi, hasharotlarga qarshi sepib turish kerak. Bu esa virusni kelishini oldini oladi. Bodringlarimizni kecha terdik. Mana bugun esa yana xudo xohlasa mana tayyor bo'lib turibdi. Endi buni ertaga tersak kerak menimcha, endi xudo xohlasa. Mana buni go'zallik desa bo'ladi. Ichkari taraflarda ham serob massaga kirib bo'lgan. Mana bular juda ham chiroyli holatda, katta emas, kichkina emas, juda barra, ranglari juda ham to'q. Bu navda menga eng yoqqan taraflardan bittasi, rangi juda ham to'q bo'lar ekan. Bu esa bozor suyadigan zo'r bo'ladi. Shu sababli virusdan juda ham ehtiyot bo'linglar. Virusni immuniy bitta dorisi yo'qki, virusni sepsangiz yo'q qiladigan. Faqat immunitetni kuchaytiradigan ozuqalar sepiladi. Mana bu yerda nechta chiqdi? 4 ta bodring, ana xudo xolasa tayyor turibdi. Shu sababli mana shunda virus borga o'xshayapti. Hozirgi vaziyatni kuzatamiz. Agar yomon bo'layotgan bo'lsa yulib tashlaymiz. Bunda iloji yo'q. Mana bularni olib tashlamayman. Mevasini ham ko'rsalar ham bo'ladi. Rangi ochiq, g'alati bo'lib ketadi. Mana shunday gaplar. Shu virus bo'ldi. Mana virus. Tepa barglar sog'lom chiqyapti. Kecha sepdim. Pastdagi barga g'alati, tepadagi barglar sog'lom. Xudo xolasa yengib o'tdi deb o'ylaymiz. Mana shuni ham olib tashlaveraymi ekan, o'zi kichkina ekan. Olib tashlaveramiz. Olib tashladim, rangi yoqmadi. Sirazi yo'qotamiz. Tepa barglari sog'lom, lekin ko'zimga yoqmadi. Yo'qotib tashlaymiz. Xudo xolasa virus sepdik, pastda tashqariga o'tib olamiz. Effekti bo'ladi. Xudo xolasa shundan gaplar. Biz xonamizda bizni kanalimizni kuzatib borsalaring, shu qo'ygan videolarimizni bitta foyda taraflari sizlarga foyda bo'lib qolsa, biz juda xursand bo'lamiz. Bodir mana havo salqin bo'lyapti. Xudo xolasa bodringlar narxi yana ham oshib ketadi, xudo xolasa. Ketishi zo'r, bo'ylari o'sgan, simdan o'tdi. Xudo xolasa hammasi joyida. Endi bunga ozuqalarni bosib berib mevalarini olish kerak. Bugun 70 kilo sotdik, ertaga necha kilo chiqadi endi bunisini bilmaymiz. Xudo xolasa chiqadi. Bizni xonamizda shundan gaplar. Bizning kanalimizga obuna bo'ling. Like bosib qo'ying. Xudo xolasa biz qo'ygan videolarimiz sizlarga birinchilardan yetib boradi. Yetib olganingizga juda ham katta rahmat.